Xo'sh, natijasi chiqdi. Yine ko'radigan bo'lsak, natija chiqdi. Misol uchun, Hammasi ochiq turibdi. ha? Eshitilmadi, nima deysiz? Login tugmasini bossam, meni keyingi sahifaga o'tdina. Bu yerda. Ha, mana bu yerda yana user. Men yozgan ma'lumotimni olib o'tdi. Counterni bossam oshirdi, minusni bossam kamaytirdi. On off checkbox ishlatib turibdi. Buna yozsam natijada endi burada tekstdagi ma'lumot bizga chiqib turibdi. Xo'sh, bugungi o'tadigan mavzumiz shulardan iborat edi. Ya'ni, bu yerda state'larning vazifasi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, asosan action'larni boshqarib berishga yordam beradi. Ya'ni holatlarni boshqarib beradigan widgetlarda. Va o'sha state'larning ham turlari bor ekan. Birinchisi set state, provider hamda river port ekan. Eng yaxshisini ko'rdik, bu yerda river port ekan. Eng yaxshi ishlaydigan hamda global ishlaydigani river port ekan. Xo'sh, tushundingizmi darsimizga? Talabalar, Tamamla. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Bir widget chaqiramiz dedi, ikkinchi widgetni chaqirib bo'lmaydi dedingiz-ku. Nima Now, uchun ikkinchi widget? bir widget chaqiramiz, ikkinchi widget chaqiramiz degan gapingizni tushunmadim, uni demadim-ku. Ya ikkinchisini chaqirib bilamiz dedingiz-ku. Nechun chaqirib? Shu o'rnak tushunmay qoldim men. İkinci widget chaqirib bilamiz demadim. Qayserida? State'dami, Riverput'dami, Provider'dami? Ne oldu? Liverpool'da uni eldinkisinde. Provider'dami? Hava şunda hava. Ha, state chaqirib bilamiz. Hozir İkincisini chaqirib bilamiz dedingiz-ku. Shu o'rnak tushunmay qoldim men. hozir men kodni ochib beray. Provider degani boradi. Manda qaysi joyinda shurda? Shurda aytgan. Yo'q, men yerda birini chaqirib bilamiz dedim. Chaqirib bilamiz dedim. Bir nechtasini chaqirib bilamiz dedim bu yerda dedim. Multi provider'da chaqirib bilamiz dedim. Yine. State'larni yaratib bilamiz dedim. Nerede yaratib bilamiz dedim. E'tibor etgan bo'lsangizlar, shunday turib create etib bilamiz dedim. Nerede? Oddiy state'da dedim. Shuni aytgan bo'lsangiz kerak. Yine ko'rsataman. Her bir widgetda widgetni yaratgan vaqtimizda nerede? Qanaqa bu? State holat deganlamadi. Yana şurada yana. Stateful widgetni içinde her birisinde create state etib ketamiz dedim. Her bir widget uchun birini yaratib ketamiz bunda dedim. Tushundingizmi? Shuni aytdim men. Provider'da, multi provider'da dedim. Hozir. Multi provider'da change notifier provider atib state'larni yaratib ketib bilamiz dedim men. Tushundingizmi? Shu savol shu demadi. Men tushungan bo'lsam shu Hava endi tamamla. shu doğru cevap berib bildim deb o'ylamayman siz. Sözünüz şun yanağını nazarda tutmak düşünmedim ben. Tushunmay qoldim da, va so'rab turgan. Bu tushundingizmi axir? Hava tushundim. Yanına savollar bo'lsa bering, bemalol. Kimdan hech savol bor? O'zi Flutter'ga sal tushunarsiz bo'lib turgan bo'lishi mumkin sizlarga, to'g'rimi? Chunki Flutter o'sha boshqacha olam bu. Sababi
bize şu akadon fakat XML'lar bilen hem de Java kodlar bilen işlet turadik. Şimdi bundan bir anda başkaça muhta git geldik bize. Bu Java kod emas. Bu Dart degen dasturlash Dart dasturlash bu cross platformni dasturlash ya'ni bu cross platforming degani bu platforma tanlamay degani. Ya'ni ko'p platformaga tushadi buni. Tilda yozilgan dasturimiz. Misol uchun mana bu yerda new Flutter project atadigan bo'lsak, o'sha yerda yana Android, iOS, Linux, Mac OS, Web hamda Windows uchun Windows platformalar uchun bu yerda yana bir 6 ta platforma uchun ishlab biladi ekan bu yerda. Bizning yaratgan loyihamiz. Ya'ni bize yozgan kodumuz 6 xil platformada kompilatsiya bo'lib biladi ekan. Masalan, biz bunu yaratganimiz Android uchun ham ishlab beradi bir kodumuz. iOS uchun ham ishlab beradi. Ya'ni iOS uchun ishlash uchun bizga Mac kompyuter kerak bo'ladi. Mac kompyuter kerak bo'ladi va mana shu Mac kompyuterda kompilatsiya qiladigan dastur o'rnatamiz Androidga o'xshagan. Ana shu dastur orqali u bizga o'zlarimizning yozgan kodumuzni Android iOS loyiha qilib yaratib beradi. iOS telefonlashi, iPhone telefonlashi yaratib beradi. Linux operatsiya sistemasi uchun yaratiladi. Windows operatsiya sistemasi uchun ham desktop dastur yaratsa bo'ladi. Yani ko'rib turganingizdek, web loyihalarini ham ishlatib turibmiz Google Chrome uchun va Mac OS, ya'ni Mac kompyuterlar uchun ham bizning yozgan kodumuz ishlaydi ekan va uning uchun faqat shu Mac kompyuterni o'zina Android Studio dasturini o'rnatib, shunda kompilatsiya qilinishi kerak bo'ladi shu yozgan kodumuz. Shuni hisobidan sal murakkabroq bo'lib turishi mumkin, lekin buni kamchilikni bartaraf qilish uchun sizda ko'p kod yozishingiz kerak. Flutter bo'yicha. Buni nerede o'rganasizlar? Flutter Docs deganlarimiz bor. Ana Docs Flutter degan saytimiz bor. Shuning ichida ko'radigan bo'lsak, o'rganib chiqishimiz kerak. Shularda tayyor kodlar ham bor. Yana hamma narsani tushuntirib qo'ydi. Lekin bu inglizcha. İngilizce bo'lsa muammo yo'q. Hozirgi kunda bu narsalarni tarjima etish oson. Necha tarjima etamiz? Uni ham ko'rsatib beraman. Misol uchun mana shu mavzu. Build a Flutter layout. Uning uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. Translate'amiz. ChatGPT'da ishlatamiz. Mana shu tekstni olamiz. Ve ondan aldın ChatGPT yazamiz. Senga men İngilizce matn tashlayman. Menga uni o'zbekchaga jumlalarni aniq tarjima qilib ma'noli aniq aytamiz, yani jumlalarni aniq ve ma'noli qilib deymiz. Ve ma'noli qilib tarjima qilib beramiz. Shunday yozamiz. Deb yozadi. Albatta, yo'q, matnni o'zbekchaga tushunarli ma'nosi to'liq solgan holda tarjima qilib beraman dedi. Embed yubordim yana. Build a Flutter layout. Bu yana embed yozadi. Flutterda interface layout tuzish. Embedda aniqroq yozdinglar. Qarang, Flutter yordamida foydalanuvchi interfeysini yaratish. Yana bu zo'r tarjima bo'ldi. Endi bu yerdagi yozuvni tashimiz. Node degan bu. Şu strukturani saqlagan holda yozib beradi iloji boricha bu. Nimani o'rganasiz? Widgetlarni bir-birini yoniga qanday joylashtirishni, widgetlar orasiga qanday qilib bo'shcha qo'shish, widgetlarni qo'shish, ichma-ich joylashtirish orqali Flutter interfeysi qanday hosil bo'lishini yaratish. Yana shu yerda birinchidan so'zlarni tashlab o'qib chiqish kerak bundan. O'rganib chiqish kerak. Ana shunda maqsadiga erishasizlar. Bo'lmasa o'rganishingiz qiyinroq bo'ladi. Faqat men o'taversam
bu yetmedi da. Özünüz müstakil işləsiniz gerek. Yine bir de 100% tercüme etmek tuttu. Siz anık düşünərsiniz. Misal için en bir de söz taşıdım. En bir bana taşa belamayla. Polni iş tekstini alıp taşıma. Bu resimde nam apart taşısı mümkün. Şuna hammasını apart taşıma. Kodla nam apart görəmiz. Kan çəpüşə deyən. Şəm yok mu görəmiz? Polni bir dokumentdə tekst atıb aldı oxşuydu bu. Bu resimden almadı lekin. Yine şuradan tercümeti getirdi yine. Polni. Onu bölek yapıp alsın tavsiye etmem. Mesela şurada yine bunu resimini alsam boladı. Ya bulmasam pusk shift estetip şimdi 40 batıp taşa bəsəyəcə boladı. Tərcümə qılıb verdiğimiz. Zərə resimden çizib bəli gerek bolsa şurada. Şimdi tərzdə getə varadı bu öyrənəmən desəyiz. Bunlar sağ olarız mı? Ya da no gereksizlere ma sağ olarız bulsa beni işlemem. Hadi vaktimiz var. O kadar. Var mı sağ olarız? Damla bunu krilçeye bağlantırıp bolam. Kirilçeye. Hadi kirilçeye mi yaz? Özbekçe, Özbekçe, Kiril'de yazdığımız. Yazmam belki gerek. Yine. Ya yazıp tuttu. Ona mı? Kirilçeye mi yazıp tuttu yine? O ne? Öğrenemem de size imkaniyatım çok fazla. ChatGPT'dim çok imkaniyatı var. Bunu sizde kıynalmasanız da pullu versiyasını alın la. Pullu versiyası var. Ben şunu satıb bakma. Onu kummat emez. Yine bir de yine $5 var bunu. Şimdi $5'ını alın la. Onun için vize karta gerek boladı. Vize kartını virtualini açıp versəyizlərən boladı. Nereden açarsın onu? Mesela Zoom rəddiyən program. Online açılğanı bulam Damla. Esselamu aleyküm. Ha? No? Online açılğanı bu TBC'den açıp koyma Boladı, şuna boladı. İçinde lekin $6 pul olacak keminde. He $5 aladı ekenim. Bu $5 değerli bilen komisyası var ama bunun 12%. Şuna 40 aladım. He. $5 60-70 şunu aladı. Bu keminde şu $6 durganı makul. Pas nərizdir. Bu vize kartada $6 dursa buna registrasiyada oturasıda satıp alasıdır. Şveçəsini bemalal işlətə verəsidir. İndi pro versiyaları indi bu adam kummak duradı. Bula $212 dedi. 5 aylık varken bu 5 ay mı bu düşünmedim ben. 5x20 diyen düşünmedim lekin bu. Ona tutanlı. Köprak. Damla plastikte pul bulmasan çetedi. İçinde pul bulmasa. Net bulamı? Midi şərt bərmidi sizə. Xatalık verədim. Pul taşına gaz vermedi Dilfuza. Pul taşalmaz. Bu benimçem limit verse gerek. He? Bu Müəllim, muhtar.
Azırak imkaniyatı bayına bir de göğüs koydu noğla balıkını yine. Yazıyı koydu betefsil. Yine. Okup çıkış gerek bulanda. Yine bu 20 dolarlıkta koding agent dedi. Agent diyen nerse bazır. Özeliz kod yazmışsa bunu özü layıka yaratıp verirse gerek bolsa. Adam hesabı ChatGPT kod yazmıydı bu doğrudan doğru proyekt yaratıp verdi. Bu kanı düşünürsen. Vazifesi şu. Satıb alış gerek. İşletemendesiz. Bana 5 dolarlığının yaxşı tarafı resim tasap biləsiz ama da limitsiz. Resim tasap, resim analiz ettirib biləsiz. Ama 5 platnide 3 tane resim taşısanız arayanda limit berk kaladı. Çünkü işi normal değil. Şimdi. Hoş. Dersimiz boyunca sağlığınız olsa verin. Olmasa tüketemem dersimizni. Şurada. Pezda çaykalgalla var mı bir de hazır? Pezda. Assalomu alaykum domla.